sehrli tabletka topdim sizlar uchun. Ishoninglar, yuzinglar mutlaqo o'zgaradi. Ya'ni ko'z atrofi yosharadi. Yuzinglarning osilishlari ketadi, yuzdagi dog'lar ketadi, yuz nur sochishni boshlaydi. Eng asosiysi esa ajinlar ketib, yuz zo'r namlanib qoladi. Butun yuz mana bu pasportdagidan 10 yoshga точно yosharadi. Asosiy yoshartiradigan narsa tabletka bu mana shu spirulina. Bu narsani ko'pchilik biladi, juda ham foydasi zo'r. Demak, 4 ta tabletka spirulinani maydalab olamiz va kattaroq idishga solamiz. Unga 1 choy qoshiqda mana shunaqa glina solamiz, ya'ni golubaya glina. Oq glina bo'lsa ham bo'ladi, qizlar. Endi bunga 1 choy qoshiq toza asal solamiz. 1 choy qoshiqda aptechniy glitserin solamiz. Va bu maskamizni eng kuchaytiradigan ingredient bu mana shu vitamin E. Tabiiy vitamin E yog'i bo'lishi kerak. Bundan yarim choy qoshiq solamiz. 5-6 tomchi. Endi maskamiz birikishi uchun qaynab sovigan suv solamiz. Maskamiz yaxshilab birikishi kerak, qizlar. Buchi, bilasizlarmi, ana dengiz o'tidan olingan spirulina shunaqa foydali, shunaqa yoshartiradi, shunaqa yuzni oqartiradi, zo'r. Haftada 2 marta 15 daqiqaga surib qo'yiladi, qizlar. Va bundan keyin albatta sivrotka va nochnoy krem surishni unutmanglar.